nima endi sekin manimcha open end questionlarimizga o'tsak, audienslarimizdan bizga ko'plab savollar kelgan. O'shalarga sekin birma-bir to'xtalib o'tsak, nima deysiz? Mhm. Bo'ladi. Yaxshi. Xo'sh, open end question birinchisiga keladigan bo'lsak, what makes studying in the USA unique and special compared to other countries? Boshqa davlatlardan nima farqi bor? Nimasi special? Xo'p, birinchi o'rindagi aytadigan narsam menimcha to'g'ri Amerikada hozir qiyin. Lekin Amerika bu yagona davlat. Bu yerda siz amerikanец bo'lishingiz mumkinda. 5-6 yildan keyin dokumentlaringizni olganingizdan keyin hech kim emas, lekin odatda farqini qilib, sen bunaqasan deydigan Narsa deydi. narsalar ancha kam. Hmm. Masalan, meni masalan ingliz tilida gapirganda aksentim почти yo'qligi uchun ko'p kishi Hmm. amerikanец deb o'ylaydida. Hmm. Shuning uchun haligina hech qiynalmaysiz. Siz boshqa davlatdan kelgan bo'lsangiz ham juda ham ko'p kishi sizni ochiq qo'l bilan qabul qiladida. Endi hozir Shuna political climate the unaqa zo'r emas. situation. Lekin men Illinoisda yashayman, Chikagoda. Juda ham pozitivniy bo'lganda. Sizni qabul Ha. qiladi hech kim masalan Shunaqa. negativni ko'rmaydi. Welcoming, ancha welcoming. Ke ishlaringni ol, duo qilaman sen mana shu yaxshi ish olib shu yerda qolasan degan ham juda ham ko'pda. To'g'ri. O'shanga bu yerda как бы masalan Rossiyaga borib turib Rossiya гражданство olsangiz ham boshqachada baribir masalan. To'g'ri. O'sha Bu tomonlama. haligidaqa. Bu yerda amerikanец bo'la olasizda, chunki amerikanец bu masalan qanaqadir yevropalik amerikanец emas yoki Indiyadagi amerikanец emasda. То есть bu haligi all encompassing term. Hamma. Spetsifik masalan russkiy emasda, to'g'rimi? Shunga o'xshash deylik. O'sha tarafdan juda ham kuchli и образование, то есть educationdan Amerikaga yetadigan davlat menimcha yo'q bo'lsa kerak. Shuni haqida ham yaqinda o'ylayotgandim. Teaching education universitylar profili o'ta baland deydi. Endi boshqa universitetlar ham borib o'qib ko'rsak yaxshi bo'ladi. Top universitetlar bor, masalan Rossiyada ham Saint Petersburg computer science kuchli deb eshitdim. Fransda qanaqadir universitetlar yoki kompaniyalar kuchayapti deb eshitdim. Lekin in general o'sha USda general university teaching, quality of teaching ancha yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. What were what were the biggest challenges or disadvantages you encountered while studying in the US? Study qilyapganda biggest challengelar qanaqa bo'lgan? Xo'p, meni experienceimdan o'sha ish topish degan bo'lardim, internshiplar topish juda ham qiyin bo'lgan. Hozir ham qiyin, to'g'risini aytaman. Nimaga? Chunki o'sha aytib o'tganimdek market o'zi yaxshi emas. Ko'p kompaniyalar sponsorlik qilmaydi. Shu tarafdan eng kattasidan shu deb o'ylayman, lekin masalan o'qishni boshlashimda, o'qish universitet o'zida hech qanaqa inherent disadvantage sezmaganman. Hamma narsani o'rganib keta olasiz. O'zingizda xohish bo'lsa, men aytgan bo'lardim, o'sha ikki tarafdan disadvantage bo'ladi. Tushunarli. What advice would you give to girls who want to study abroad? Girllarga qanaqadir advice'lar bergan bo'lardingiz, qanaqadir experience'lar bormi? Sizlarga aytgan bo'lardim, iloji boricha yaxshiroq scholarship olishga harakat qilinglar. Masalan, chunki agar scholarshiplar kam bo'lsa, qayerdadir ishlashga to'g'ri kelishi mumkin. Nimadirlar qilib yurishinglar kerak bo'ladi. Masalan, ko'chada bo'lasizlar ko'p. O'sha tarafdan iloji boricha scholarship balandroq olsanglar, shuncha yaxshiroq bo'ladi-da. Endi bu yerda masalan Amerikada qiz bola, o'g'il bola unaqa bular uchun farqi yo'q. Nima ish qiladi, qanaqa joyda yuradi. Lekin masalan, ota-onalar uchun, o'zingizlar uchun iloji boricha scholarship yaxshiroq olinglar-da. Shu ko'chada yurib, masalan, kechqurunlar borlarda ishlab, shunaqa situatsiyada bo'lmasanglar, по-любому yaxshi-da. Ko'proq vaqtinglar bo'ladi o'qishga, ancha bemalol bo'lasizlar. O'sha tarafdan
scholarship olishga harakat qilinglar ko'proq. Lekin bu yoqqa kelgandan keyin spetsifичный qanaqadir sovet yo'q, chunki hammaga bir xil bo'ladi protsess baribir. Shunaqa. Lekin o'sha tarafdan iloji boricha tayyorgarlik ko'ringlar. Ha, bo'ldi. Tushunarli. Zo'r advice bo'ldi. Men ham shunga qo'shilgan bo'lardim. Requirements. O'zbekistonda engineer bo'lib yoki software engineer bo'lib job topish qanchalik qiyin bo'ladi deb o'ylaysiz? Masalan, Amerika yoki abroadda graduate qilib kelsangiz, qanaqa endi experiencingiz bormi yo'qmi bilmayman, balki qaramagan bo'lsangiz ham kerak. Nima deb o'ylaysiz, fikringiz? O'zbekistonda hozir rivojlanyapti yaxshi bizni IT industriyamiz. Shuning uchun ish topish menimcha unchalik qiyin bo'lmaydi. Ayniqsa amerikanskiy degree bilan. Keyin tanish-bilishlar bo'ladi baribir O'zbekistonda ham. Ish topish menimcha qiyin bo'lmaydi, lekin Amerikada o'qigan odam iloji boricha sal opit olib kelsa, eng zo'ri shu bo'ladi deb o'ylayman. Chunki Amerikada prosta o'qishingiz har doim ham sizga qanaqadir ko'p value bermaydi-da. Shunaqa. Nima desa bo'ladi? American education va Amerika kompaniyada ishlasangiz, bu menimcha eng zo'r ssenariy bo'lsa kerak, chunki O'zbekistonga qaytganingizda siz juda ham kerakli spetsialist bo'lasiz-da. To'g'ri. Amerikada opit bilan ishlab kelgan bo'lsangiz, masalan, hozir davlat ham juda katta investitsiyalar qilyapti IT sektorga. O'sha taraflardan ham o'sha proyektlarga ishga kirsangiz bo'ladi-da. Yaxshiroq kompaniyada ishlagan bo'lsangiz. Siz Amerikada o'qishni bitirib sразу qaytsangiz, endi to'g'ri Amerikada o'qigansiz, sizni masalan o'ylashingiz boshqacha bo'lishi mumkin. Sizni o'qishingiz sal bo'lsa ham boshqacha bo'ladi, yordam beradi shu narsalar ham to'g'ri. Lekin juda ham katta farq bo'lmaydi-da ko'p случайda. Chunki sizda amerikanskiy opit yo'q-da, experience yo'q. O'sha tarafdan sal qiyinroq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun iloji boricha shu yerda ish olishga harakat qilinglar. Keyin masalan 3-4 yil ishlab, agar sponsorship ola olmasanglar ham hatto 3 yil OPT-da ishlab borsanglar ham ancha qadri ko'proq bo'ladi-da. To'g'ri. Mana shunaqa deb o'ylayman. O'sha experience education o'zini yo'lida education ham ancha katta big plus bo'ladi deb o'ylayman. Lekin O'zbekistonda computer science yoki o'sha software engineering o'rgangan bilan bu yerdagilar menimcha ancha farqi bor. Siz aytgandek experience aniq experience katta rol o'ynaydi. Adashmasam o'sha IT parkni run qilayotgan okayam Microsoftda ishlab qaytganlarda, bilishim bo'yicha Microsoftda principal engineermi bo'lib yoki qaysidir katta position ishlab keyin IT parkni hozir run qilyapti-da. Shunaqa. Xo'sh, yana qaysi questionga keladigan bo'lsak, IELTS bilan SAT minimum requirement qanaqa bo'ladi bachelor's degree uchun deb so'rabdilar. Endi o'zingizga moslab qolsangiz javob bersangiz bo'ladi. Hop, IELTS Amerika uchun bu prosta check mark. IELTS 9 olasizmi, 7 olasizmi, ularga farqi yo'q. Application processda prosta ingliz tilini bilarkan deb shuni check mark bo'ladi. 9 to'g'ri. Shunaqa. Lekin endi iloji boricha balandroq olishga harakat qilinglar o'zinglar uchun. Lekin universitetga 7 dan keyin odatda 6,5 7, может 7,5. Undan keyin narsasi yo'q. SAT bo'lsa, hozir endi SAT optional bo'lgan joy ham ko'p, lekin iloji boricha yaxshi universitetga kiraman desangiz, menimcha o'sha 1500 atrofida olishingiz kerak. 1500 atrofida olish uchun ingliz tili 700 bo'lish kerak kamida. To'g'ri. Shunaqa deb o'ylayman, o'sha top universitylarga. Keyin o'zim ham bitta question bor adashmasam. O'zimning questionim location of the university qanchalik matter qiladi deb o'ylaysiz? Hali city yoki masalan siz aytgandaqa oldingizdagi aniq menimcha oldingizdagi kompaniyalar qancha katta kompaniyalar ko'p bo'lsa o'shancha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Menimcha ham shunaqa. Qancha yaxshi kompaniyalar ko'p bo'lsa atrofingizda shuncha zo'r. Chunki birinchi o'rinda kompaniyalar ham o'zini atrofidan istaydi-da odam. Masalan, aytaylik Kaliforniyada ham kompaniyalarga borsangiz, Kaliforniyadagi
ko'p odamlar ham, ko'p studentlar u yerda internship qiladiganlar o'sha atrofdan bo'ladi. Juda ham Hmm. ko'p. Endi u yerda to'g'ri kuchli universitetlar ham juda ham ko'p. Lekin masalan Chikagoda ham kuchli universitetlar ko'p. Chikagoda bo'lsa, masalan hozir endi Chikagodaman, oldin Bloomingtonda edim. Bloomington endi bu Chikagodan 2 soat Yo'l. 2 soat southga yurish kerak. Centralniy Illinois. U yerda 2-3 ta yaxshi kompaniyalar bor, lekin biz sponsor qilmaydi-da. То есть bizga unaqa katta foydasi tegmaydi. Amerikanец bo'lsangiz zo'r, chunki o'sha точно ishonsangiz bo'ladi. Bu yerda variantingiz ko'proqda. Masalan, kimdir bilan ko'rishingiz kerak bo'lsa, aytaylik LinkedInda yozdingiz bitta injenerga. Masalan, Apple'da ishlaydi. Apple'da ham kichkina ofisi bor Chikagoda. O'sha odamlar kofe chatga borsangiz bo'ladi. То есть возможность juda ham katta bo'ladi-da. Shuning uchun kattaroq shaharda yoki kichikroq shahar bo'lsa ham qanaqadir yaxshi kompaniyalar bor joyda bo'lsangiz, yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli. Keyin o'sha school rankingga ko'p qarashadi. Menimcha ko'p kishi school rankingga haddan tashqari ko'p e'tibor berishadi deb o'ylayman. Masalan, location ham as much as important role o'ynaydi deb o'ylayman. School rankingga yanasangiz qanaqa? Masalan, balki top 15, top 50 bo'lsa ancha yaxshi zo'r bo'lsa kerak, lekin undan nari uncha matta qilmaydi deb o'ylayman. Men personal asam. Siz nima deb o'ylaysiz? Top universitetga kirsangiz, Ivy'ga yoki shunaqa kalibrdagi universitet по-любому yaxshi bo'ladi. Nimaga? Chunki bizda endi O'zbekiston tanish bilish deydi-yu, xuddi shunaqa narsa Amerikada ham bor. Faqat haligi bizga o'xshab har bitta etapdagi emas-da, bularda более konstruktivniy. Bizga qaraganda endi по-любому tanish bilish. To'g'ri. Shuning uchun nom bor-da baribir. Nimaga? Chunki kompaniyaga qaraganda siz universitetda o'qigan bo'lsangiz, baribir yordam beradi. Endi hozirgi bozorda sal uni ham roli sal tushganu, lekin agar kuchli universitetga topga kira olsangiz, kiring. Nimaga? Chunki sizni muhitingiz zo'r bo'ladi-da. To'g'ri. Sizni atrofingizdagi odamlar juda ham kuchli bo'ladi. Masalan, qaysidir milliarder o'g'li bo'lishi mumkin. Masalan, bitta studentim bor edi, Yale'da o'qiydi-da. Men SATga tayyorlaganman bolani. O'sha bola adashmasam kim edi-ya? Jeff Bezos o'g'li bilan o'qidi. Bir kafeteriyada o'tirishar ekan. Juda ham yordam bo'ladi-da. Masalan, aytaylik, ko'p startaplarni ko'rsangiz ham, masalan, Kaliforniyadagilar kuchli universitetlardan drop out qilib shunaqa bo'ladi-da. Endi biz drop out qila olmaymiz-ku, lekin o'shaqa ideya bor-da baribir. Haligi odamlarda entrepreneurial spirit kattaroq. Funding kattaroq bo'ladi. Masalan, pul tarafdan ham. Shu taraflardan yaxshi universitetga kira olsangiz yaxshi, lekin masalan, top 100 bilan top 200, top 50 har doim ham sizga katta farq bo'lmaydi. Bu top 100 ta ekan, bu top 200 ta ekan, katta bo'lsa kerak deysiz, lekin ko'p joyda professorlari hammasi top universitet. Masalan, mening universitetim kichkina universitet bo'lgan, lekin u yerdagi professor juda ham kuchli bo'lgan. Masalan, biz bitta professorimiz University of Michigandan doktoranturasini olgan, u computer science'da top 20 ga kirsa kerak edi, top 15 ta. Juda ham kuchli universitet, professor o'zi ham kuchli-da. То есть hamma narsa o'zingizga bog'liq. Chunki professorlar odatda normal universitet bo'lsa yaxshi bo'ladi. Masalan, bitta oshnam bor, Palantir degan kompaniyada ishlaydi-da. Birga o'qiganmiz, mendan oldin bitirgan. U ham aytardi-da, mana shu professorimiz ko'p boshqa universitetlarning CS departamentlaridan yaxshi o'tadi darslarni derdi-da. O'sha bola ham juda ham aqlli bola. Shuning uchun iloji boricha kiradigan departamentlarni qaranglar-da. Endi rankingni qaranglar, professorlari qanaqa. LinkedInga kirsanglar, hamma professorlarning pashti LinkedInda bo'ladi. Universitetda veb-saytiga kirib, professorlarni ko'rib, staff facultyda, keyin ular bilan gaplashib chiqsangiz bo'ladi. Masalan, hozirgi universitetimda ham top universitet emas, balki CS dan, lekin CS professor juda ham kuchli. Hammasi shu Harvarddan, Princetondan doktorantura olgan kuchli professor. Bizda Stanforddan kelgan bo'lardi bitta. O'sha joyda. Shunaqa, masalan, oldingi universitetimda ham eng yaqin professorim, men juda ham yaqin gaplashadigan professorim University of Torontoda
ishlagan oldin, Hmm, PhD'si bor, ustidan doktorantura. То есть siz o'rganaman desangiz, любой narsangizni o'rgata oladida. to'g'ri. Lekin kuchli universitetning yaxshi tarafi o'sha environment yaxshiroq bo'ladi, по-любому. Sheriklaringiz, o'quvchilar qolganlar, hamma qanaqadir kattaroq goalga, purpose'ga harakat qilayotgan odamlar ko'proq bo'ladida. Ko'rasiz, inspire bo'lasizda. Hmm, Kichik universitetga kirsangiz, professor zo'r bo'lsa ham, может sizga qolgan studentlar sal sustroq bo'lsa, qanaqadir sizga effekt qilishi mumkin, to'g'rimi? Sizni motivatsiyangizga effekt qilishi to'g'ri, mumkin. to'g'ri, to'g'ri. O'sha taraflari bor, lekin aytganimdek o'ziga bog'liq. Kerak bo'lsa o'sha oddiy universitetdan ham juda ham kuchli kompaniyaga kirsangiz bo'ladi. O'ziga bog'liq. Lekin Hmm, o'sha muhit va возможности farqi bo'ladi. to'g'ri. Xo'sh, sekin wrap up qilish boshlaymiz. Agar audiensimizda, participantlarimizda savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin chatda. Yoqsa, sekin wrap up qilishni boshlaymiz. Planlaringiz qanaqa? Mastersdan keyin PhDga qiziqib turibsizmi yoki mastersda turib turibsizmi? Jobni ko'ryapsizmi? Nima bo'lyapti? Hozir job harakatidaman. Bu Hmm, safar endi kattaroq kompaniyaga. hmm, Hozircha internshiplar shunaqalar bilan shug'ullanyapman. Lekin birinchi o'rinda ish va hmm, juda ham high paying ish bo'lishi kerak. Yangi H1B haligi bunaqa hmm. strukturasida. Hozir endi qancha ko'p pul topsangiz, shuncha Chansingiz H1B oshadi. olish shansingiz balandroq bo'ladida. Hmm. Shunga o'sha tarafdan ham sal qiyinroq. Uh, Uh, Sardor aka savol so'rayapti. Would you prefer to buy a telescope or microscope? okay. Uh, Mm, I'd probably buy a telescope. mhm, Uh, the reason is, aytaylik, osmonga qarab, qanaqadir kechqurunda ayniqsa, oldin mhm, shunaqa xohlardimda O'zbekistondaligini. Endi O'zbekistonda bu yerga qaraganda yaxshiroq ko'rinadi-yu, light pollution yo'q. mm, Yulduzlar. mm, Olgim kelardida oldin. Shunaqa uh, qarab, yulduzlarga qarab, yaqinroq planetalarni ko'rib, menimcha qiziqroq bo'lardi. uh, Lekin mikroskop o'ylasam ham mm. yaxshi xayollar kelyapti. Nimaga? Chunki mikroskop yaxshi tarafi Hamma narsani возможность ko'proq. Chunki xohlagan любой narsani olib ko'rishingiz mumkin-da. Teleskop bilan qidirishingiz faqat kerak. ko'proq osmon, lekin mikroskop olardim. Men o'ylab qaramasam. Chunki любой narsani mikroskopga solib qarasangiz bo'ladi-da, more accessible. Mm, Teleskopda sal limited. Lekin ikkalasi ham qiziq. Siz sizlarda light pollution ko'p bo'lsa kerak. Arizonada o'ta tiniq. O'zi bilsangiz ham bizda NASA departamentimiz, astronomy departamentimiz o'ta yaxshi. NASA'lar bilan connectionlar, odamlar NASAga kirib ketishadi, instruktorlar. O'ta tiniq, osmonni ko'rsangiz o'ta zo'r. Da Bizda ko'rinmaydi. doesn't taking a gap year affect in any way negatively to like Bu taraf acceptance to university? Mhm. It can affect negatively. Если siz просто так qolsangizda, siz ularga ko'rsatishingiz kerak, nimaga gap yer oldingiz? Nima Hmm, tarafdan? Может, qanaqadir proyektlar ustida ishladingizmi? Ularga просто так gap ber olsangiz bo'lmaydi. hmm, Ko'rsatishingiz kerak, nimaga olishingizga to'g'ri keldi? Просто так oldingizmi? Yo nimadir qildingizmi o'sha vaqt? Может, o'sha vaqt boshqa davlatga borib qanaqadir volontyorlik qilib keldingizmi? hmm, Shunaqa purpose kerak ularga. hmm, Purpose bo'lishi kerak. Просто так olsangiz, da. negative effect qilishi mumkin. Negativ bo'lishi mumkin, da. Chunki ular qaraydida, o'ylaydida, bu bola qanaqadir потерянный ekan degan bo'ladida. Shunaqa bo'lishi mumkin. Haligi iloji boricha purpose ko'rsatishingiz kerak. Har bitta qadamingizni o'ylab bosganligingizni ko'rsatsangiz, ular keyin o'ylaydi, ha, shu bolaga biz investitsiya qilsak, shu bolaga biz full tuition yoki full ride bersak, u degani kamida 30-40, может 50-60 ming yiliga. Yiliga. O'sha bola Ko'ryapti. kimdir bo'ladida, o'sha bola bizni yaxshi alamimiz bo'ladi. Bizga invest qiladi. Bitirib ketgan. Bizga invest, chunki Amerikada ko'p narsa, masalan, endi bizda bilishmaydi. Universitetda
bitirgan odamlarni endi sizlar ham bilasizlar, elam deydi. Hmm. Elamlar odatda universitetlarga pul Invest qiladi, qaytarib building. beradi, to есть donate qiladi. O'sha narsa juda ham kattada. Masalan, universitetda ham ishlardim, call centerda ishlaganman boshida universitetda. Anavi Rustam birodar ham ishlagandilar, bir elamlarga telefon qilasiz, invest qilasiz, Elamlarga bizga telefon qilib aytmaydi. qilamiz. Da. O'sha spetsifik vaqtda bo'ladi. O'shaqa narsalar borda. Shuning uchun ularga qancha sizni potensialingiz katta bo'lsa, shuncha yaxshida. Shuni ko'rsatishingiz kerak, o'zingizni sotishingiz kerak shunaqa tarafdan, marketing, brend qilishingiz kerak. Shuning uchun o'sha tarafdan o'ylab, endi masalan 8-9 sinfdagi, 10 sinfdagi odamlar bo'lsa bu yerda, ayniqsa iloji boricha plan qilinglarda. Masalan, kimdirdan yordam olasizlarmi, lekin iloji boricha strukturni qilsanglar, shuncha shansinglar ko'proq bo'ladida. Chunki ularga просто так topshirgan odamdan ko'ra purpose ko'rinib turgan, potensial aniqroq bo'lib turgan odam kerakda. Uning uchun haligi sotishni o'rganishinglar kerakda o'zinglar. Endi bu hammamizga taalluqli, o'zi aslida aytganda, ishga olganingizda ham, любой pozitsiyada o'zingizni market qilishingiz juda ham anaqa narsa bo'ladi, muhim narsa deb hisoblayman. Xo'p, keyingisi. Petroleum Engineering Bachelor's degreeni Gubkinda O'zbekistonda yakunladim. Master's degreeni ham shu sohada o'qish uchun aynan Amerikada ta'limni maslahat berasizmi? Hop, Petroleum Engineering endi bu sohani aniq yaxshi bilmayman, lekin juda ham spetsifичный soha bu yerda ayniqsa. Ba'zi kompaniyalar, endi bu yerda hamma kompaniyalar частный, davlat kompaniyasi emas, masalan oil kompaniyalar. Lekin ish olish sal qiyinroq bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki juda ham endi O'zbekistonga qaraganda bu yerda ish ko'proq bo'ladi, lekin qanaqadir restrictionlar bo'lishi mumkin. O'sha kompaniyalar международный sponsorство qilmasligi mumkin. Va masalan aytaylik computer science ga qaraganda kamroq ish bo'ladi. Bu aniq. Chunki ko'p kompaniya bu spetsifik petroleum injiniring bo'lgani uchun siz spetsifik marketda bo'lishingiz kerakda. Masalan, любой kompaniyada endi IT departamenti bo'ladi, software injenerlari bo'ladi, ko'p kompaniyalarda. Siz marketimiz katta bizniki sal. Petroleum injiniring sal qiyinroq menimcha. Nima maslahat bergan bo'lardim? Agar rostdan ham shu petroleum injiniring kuchli o'qib specialist bo'laman desangiz, arziydi. Lekin prosta bu yoqqa kelib olish uchun bo'lsa, qiyinroq bo'ladi. Chunki ish topish ancha qiyin bo'ladi. Birinchidan bozor yaxshi emas, ikkinchidan siz kuchli specialist bo'lmasangiz, ish topish juda ham qiyin bo'ladi. I guess international marriage question skip qilsak bo'ladi. In private mancha discuss qilishimiz mumkin keyinchalik. Keyingizga keladigan bo'lsak, qani yo'qotib qo'ydimmi? Mana menda bitta savol bor ekan. Are you planning to Uzbekistan? Hozircha immediate planim yo'q. Lekin in a perfect scenario bu yerda masalan 10-15 yil ishlab, yaxshi kompaniyada keyin qaytish niyatim albatta bor. Lekin birinchi o'rinda men har yili 2-3 martadan borib kelish niyatim bor. Ish olish bilan. Shunaqa. O'shanisi yaxshi at least. Ish olish bilan. Keyin yana qaysi questionimiz? Financial difficulty while studying abroad. Masalan, menda ketganimdan beri hamma o'qishimga o'zim to'laganman. Chunki endi full tuition scholarshipim bo'lgan. Va keyin universitetda yana bir ikkita ishlar bor, campus joblar. Masalan, RA degan ish bor. Resident advisor. Bu kampusda общежитиялар bo'ladi-da. O'sha yerda siz universitet sizni ishga oladi. O'sha yerda общежитияларда ishlaysiz. Odatda sizga как minimum stipendiya beradi. Endi stipendiya odatda ko'p bo'lmaydi, может $100, $200 oyga. Keyin tekin xona beradi. Tekin xona olasiz, bitta o'zingiz turasiz. Men masalan 3 yil o'zim yashaganman-da universitetda, chunki RA bo'lganman. Take care qilasizda, adashsam. O'sha etajingizga yordam berasiz studentlarga. Ba'zi ko'p universitetlar keyin meal planni ham
qilib berishadi. То есть Hmm. agar siz birinchi kursdan keyin shu array ishni ola olsanglar, full ride o'qiganday bo'lasiz agar full tuitioninglar bo'lsa masalan. Shuning Hmm. uchun men xudoga shukr qiynalmaganman unaqa. Lekin ko'p kishida financial Tanishlar. difficulty bo'ladi. Chunki oson Hmm. emasda. Masalan, endi O'zbekistondan kelinadi, yiliga Xursand. 15-20 ming to'lash kerak. Ko'p kishi masalan birinchi yilini to'lab berishi mumkin, keyin to'lab bermayapti Hmm. uydagilar uchun. Hmm. Hech Pulsi bo'lmasa. yo'q to'lagan. Hmm. Endi bu Tushunaman. yerda qanaqadir ishlar qilib o'xshatsa bo'ladi, lekin endi iloji boricha sizni o'qishingizdan chalg'itmaslik kerakda, iloji boricha. To'g'ri. Chunki Ha. siz haliginaqa cho'kayotgan kemaday bo'ladida. Siz uni yamayapsiz ba'zi joylarini pul Hmm. topib, lekin baribir cho'kayapsizda. Hmm. Ayniqsa hozir o'sha tarafi bor. Birinchi o'rinda o'zinglardan o'qishinglarni qo'yishinglar kerak. Shuning uchun ayniqsa hozir. Chunki oldin kelib normalniy o'qib, o'rtacha spetsialist bo'lsangiz ham ishga kirib normalniy shanslar bo'lgan. Hozir o'qib, masalan, bitirdingiz o'qishni, o'rtacha spetsialistsiz ham yomon emas. O'rtacha spetsialist bo'lib boshlash Hmm. вообще problema emas. Chunki shunaqa qilib o'rganasiz. Lekin hozirgi vaqtda, ayniqsa международный student bo'lib, average bo'lish уже variant emasda. Kuchli Hmm. bo'lmasangiz, ish topa olmaysiz. Lekin kuchli bo'lsangiz, точно zo'r ish topasiz. Masalan, oshnalarim bor, yiliga 200 ming, 250 ming Hmm. dollardan boshlaydi. Boshlanishi. Shunaqa. Compensationlardan keyin. Shunaqa. Yaxshi kompaniyaga kirib qolsangiz, sizlarga endi aksiyalar beradi kompaniyalar. O'sha aksiyalar ham 2-3 barobar oshishi mumkin. Masalan, shu Hmm. Frontier'dagi oshnam ham kirgandan beri menimcha bir 4 barobar oshib ketishi kerak. Oshirishyapti dedi. Stoklarini. Unaqa Sizlarda Venezuela 2023-yilda o'yin boshlaydi. Buncha ish qilishgandagi oshmasa ham, if there was a close friend who finished, what companies or sources do you recommend to search and apply? Uh, um, if there was your close friend who is finishing just his first year in CS, what companies or sources do you recommend him to search to apply what he has learned so far and get experience? Agar O'zbekiston endi har xil perspektiva borda. Agar O'zbekistondamisiz yoki Amerikadami? Chunki Amerikada bo'lsangiz, meni advice'im boshqacha bo'ladi. Lekin boshqa davlatda bo'lsangiz, endi sourcelarni bilmayman-da boshqa davlatlarda qanaqa. Masalan, bu yerda LinkedIn bor. Men odatda LinkedIn ishlataman. Keyin GitHub degan narsa bor. GitHubda har xil odamlar ishlar, masalan, pozitsiyalar, masalan, aytaylik, Google pozitsiyasini qo'yadi, internship ochildi deydi. O'sha internship linklarni hammasini GitHubga tashlab qo'yishadi-da. List qilib, o'sha yerlardan topib topshiraman odatda. Keyin LinkedInda men ishlamoqchi bo'lgan kompaniyalardagi odamlarga yozib chiqaman. Coffee chat qilib, gaplashib, shunaqa qilib referral qila olishingiz mumkin. Shansingizni ko'paytiradi. Bunaqa qilishingiz ham. Keyin hozirgi vaqt aytgan bo'lardim. Birinchi o'rinda fundamentalni tushunishingizni kuchaytiring computer science'da. Chunki hozir AI bilan любой narsani qilsangiz bo'ladi. Endi любой emas, lekin juda ham ko'p narsa qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha siz o'zingizni fundamentalni tushunishingizni kuchaytirsangiz, AI bilan ishlab ancha kuchli spetsialist bo'la olasizda. Lekin buning uchun tezligi. siz software engineering managerdaqa bo'lasizda. Sizda AI agentlaringiz bo'ladi, siz ularni kontrol qilasiz. Ular sizga kod yozadi, siz o'sha kodni tekshirib chiqasiz. Hammasi yaxshimi? Shunaqa bo'ldi. Lekin uning uchun qattiq o'sha CS fundamentallarini tushunishingiz kerak. Shunaqa. Proyektlar qiling iloji boricha. Lekin agar masalan aytganday boshqa davlatlar haqida ko'p informatsiyam yo'q, shuning uchun yaxshi maslahat bera olsam kerak deb o'ylayman. Bizni qo'limizdan kelgan yaxshi maslahatlarni berganingiz uchun katta rahmat. It was really nice siz bilan gaplashish, sizdan experience-laringizdan
ma'lumotlarni olish, boshqa alumnilarga endi ingliz tilini o'qiyotganlarga share qilish o'ta foydali bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xohlasa buni hali rekordingimizni share qilamiz, qanaqadir onlayn social medialarda share qilsak kerak, xudo xohlasa. Okay desangiz, bundan benefit ko'radiganlar as much as possible benefit ko'radi deb o'ylayman. Menimcha yana agar keyinchalik rozi bo'lsangiz intervyu qilishimiz mumkin. Bu safar technical intervyularni ko'rib, aynan computer science degree'da programming language yoki qanaqadir boshqa mavzularda ham ko'rishimiz mumkin. Xudo xohlasa, hamma attend qilganlarga, mana narsam Zoom meetingimizga qatnashganligiga katta rahmat. Vaqtingni ayamaganinglar uchun. Keyinchalik yana intervyu qilish plan qilib turibmiz. Agar xatolar o'tgan bo'lsa, qanaqadir inexperience technical issuelar bo'lgan bo'lsa, uzr. Yana to'g'rilaymiz in the future bilan. Rahmat katta hammaga. Mayli, Humoyun brother. Qanaqadir yana yordam kerak bo'lsa, qanaqadir maslahat kerak bo'lsa, Telegramdan, LinkedIndan yozsanglar bo'laveradi, bemalol. Bo'ldim. Agar okay desangiz, o'zi Telegram tagingizni o'zi share qilmayotgandik, ataylab share qilmasdan turibmiz menimcha. Agar okay desangiz, keyinchalik share qilib qo'yamiz. Siz spam qilib tashlamasin deb 20 kishi yana yozsalik salasi bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Yaxshi dam olinglar. O'zbekistonda o'sha 10 bo'pti, 10:30. Bo'ldi. Hamma yaxshi bo'linglar, katta rahmat. Ko'rishamiz. Thank you so much.